Hürmetlik vatandaşlık siyen devamlaştırımız. Biz sizlerle dedik, biz 15. gün yani 10. ayının 15. gün Amerika Koşmuş Ştatları Deniz Armiyasının işgedana texnikilik yani tekşürüp tetkik kılgıcı parxodu, harbiy parxodu Tayvan'ın Kaohsiung portu kirdi degan edik. Yani 5 gün ötkendan keyin Tayvan'da hilqin namoyish, 100 ming kishilik namoyish bo'lganligi to'g'riliq sizlarga so'zlagan edik. Endi dal yani shu kuni 20 kuni biz leksiyani sizlarga so'zlab bo'lgandan keyin yuz bergan bir ish Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki dona harbiy parxodi Tayvan bo'g'ozidan o'tdi. Ma leksiya endi shunga munosabatli. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligi Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki dona muqaddas qalqon belgilik harbiy parxodi Tayvan bo'g'ozidan o'tdi dedi mavzuli xabar. Uning aynan 23 kuni Jungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlar. Amerika Jungo so'dirishi o'rlayotgan shundaq bir paytda Junho Mingo Davlat Mudofaa Ministerligi uning aynan 22 kuni axborot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın ikki dona parxodi shimoldan janubga qarab Tayvan bo'g'ozidan o'tdi. Davlat armiyasi butun jarayonni egallab turdi. Davlat mudofaa ministri ta'kidlab yana mundaq ko'rsatdi Tayvanning. Bu qatim Amerika harbiy parxodlarining Tayvan bo'g'ozidan xalqaro qatnash yo'li orqali o'tganligi aloqador tafsilotlarni Amerika hukumati tafsiliy tushuntirib qo'ydi dedi. Reuters agentliği xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Tinch okean pilotining bayonotchisi Nata Kriston qo'mondan bir parcha bayonotida mundaq tilga oldi. Bu qatim Amerika harbiy parxodlarining Tayvan bo'g'ozidan o'tish harakati Amerikaning erkin va echib etilgan Hind Tinch okean siyosati to'g'risida bergan va'dasini gavdalantirganlikdir. Amerika Deniz Armiyasi xalqaro qonunlar yo'l qo'ygan har qanday yerdan uchib o'talaydi va erkin qatnash yo'li bilan qatnab o'talaydi. Junho Mingo Prezident Mahkamasining bayonotchisi Huang Junyan mundaq ko'rsatdi. Tayvan bo'g'ozi va Brayning muqimligiga ahamiyat berdi. Xalqaro jamiyatda mas'uliyatchan bir a'zo bo'lish sifatida Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatini davomli saqlaydi. Bu Tayvanliklar qoqvoshgina diplomatik siyosat qaltis ekan juma. Osiyo Tinch okeani rayonining gullanishi va taraqqiyotini kapolatga ega qilib, Tayvan Prezident Mahkamasi rayonning bexatarligi uchun tirishchilik ko'rsatdi. Ma'muriy palata boshlig'i Lay Chingdi 23-kun o'tganda qonun chiqarish komitetida mundaq ko'rsatdi. Bu ishqarta ifoda bildirsam, Tayvan Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro qatnash yo'lida erkin qatnash huquqini Amerikadan hurmat qilib. Prezident Trump Amerika harbiy parxodlarining Tayvan bo'g'ozidan o'tganligi sababli Jungo'ning salbiy inkos qaytarishidan ansarmaydi mavzuli xabar. Uning aynan 23 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi deyiladi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerikaning ikki dona harbiy parxodi Tayvan bo'g'ozidan o'tganligi sababli Jungo salbiy inkos qaytaradigan bo'lsa, men bundan ansiramayman. Prezident Trump haftaning 2 kuni Oqsaroyda 2018-yillik suv asosi aslahalari qonun loyihasiga imzo qo'yayotgan chog'da Amerika ovozining Oqsaroy turishliq muxbiri Herman siz o'sha vaqtda yani ikki dona harbiy parxod Tayvan bo'g'ozidan o'tishga buyruq berdingiz. Evetdingiz deb savol qo'yganda Prezident Trump mundaq javob berdi. Men bu qarorni o'zim va mening generallarimga qoldirman. Bulamdi, sana emas. Yani buna cevap berishdi men o'zim va generallarim qoldirman. Bulamdi, sana emas, dedi muxbirga. Muxbir yana qaytlab bundaq savol qo'ydi.
Cungo'nun selbi inkas qaytarışıdan ensirişiniz mümkün mü? Prezident Trump ondaq cevap qaytardı. Men her qandaq işten ensirmeymen. Men ezelden qandaqtır bir işten ensirep baqqan adam emasmen. Haftanın birinci günü yani 22. günü Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Müdafiə Ministrliğinin bayanatı Quruqluq Armiya mayori Robert Manning 5 burcaklık binada muhbirlarını kütüveliş yığınında Amerika'nın Curtis, Wilbur belgelik, Antitam belgelik, şikidane harbiy parxoti Tayvan boğazını öttü. Bu iş Amerika Qo'shma Shtatlarının Yeni Tinch Okeanı rayını eçivitiş doğrusu da berge vədilerini gövdülendirgeliktir dep görsə. Amerika taraf parxda Tayvan boğazını ötüştü avval harbiy iş Tayvan taraf bilen uçraşdыңlarmı dep sual koyulganda mayor mundaq dep cevap verdi. Amerika harbiy parxotlarının xalqaro suv yüzüdün ötüşü, harbiy parxla boğazı ötken toluq maslaşdı. Taraflar toluq maslaşıpad. Biz muvafiq devletler, dairler, her qaysi taraflar bilen maslaşdık. Yani Tayvan bilen maslaşdık ve uçraşdık. Bu gaplar Tayvan közü tutuldu mu? Dep soraganda muhbir bu sualını yaxşı Amerika deniz armiyası qoysan bolamdı muhbir deb cevap verdi mayor. Met